Официальное представление. Первый атлет. Кот-бурчакта. Ему 13 лет. Его рост 1,45 сантиметров, вес 37 килограмм ровно. Он кандидат в мастера спорта и чемпион Таджикистана по грэпплингу. Представляет Тим Шерматов из пара Таджикистан. Мухаммад Юсуф Махкама. Хамерутымыздың yoshi 14, boyu 150 см, вазны 37 килограмм. А теперь внимание! Он чемпион Узбекистана по грэпплингу, чемпион Узбекистана и чемпион Азии по джиу-джитсу, чемпион Узбекистана, чемпион Азии и чемпион мира по ММА. Представляет школу Мирзахаджаева Медведь Dream Fit Узбекистан. Абубакар Мирзахаджаев. Oi, I have a треугольник battle before show. Oi. Характер мишоте. Juliet, la. Go. Action. Zeku. Poçkı kalaşı pato. Dasta kan dasta. Zekreso sonu biteni. Ha, doşta git dasta mı? Ana, bu. Молодец, doşta. Ana ne diyor? Diga vai dasta na te. Vai dasta. Dasta. Ha. Poçka ki daşa tiyelde poçka ki daşa. Ana bitera. Stop. Для награждения приглашается Узбекистан аралаш jangi sanatlari ассоциацияsi Farg'ona viloyati vitse-prezidenti Hikmatullo Jo'rayev. Добро пожаловать. Boshida aytib o'tdim. Birinchi raunddagi submission uchun Dream Fit'dan sovg'asi bor. Dream Fit sovg'asi qani? Ochiq qo'ysa submission bo'lyapti. De Dream Fit. Yo'q, Dream Fit chiqish kerak adildi. Qani kelyapti? Dream Fit sovg'asi keldi. Akmalxon akadan ham sovg'a bor ekan. Qani? Bu nima u? Qog'oz? Amerikanskiy qog'ozmi axir? Nechta? Qo'shing. Ya qo'shing yana. Ha qo'shiling. Buncha shedriysizlar. Qo'shildimi? Beringlar menga. Men o'zim beraman-da. Menga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Va ushbu bahsda og'ritish usuli bilan в данном поединке зафиксирован submission победу одержал школа Мирзахаджаева Медведь Dream Fit Kokon Абубакар Мирзахаджаев.
akalar sizlarga katta rahmat. Yana jilavishlar bormi? Jilavishlar kelaveringlar sizga. Bu o'rtadan bo'lamiz. Kelaveringlar qog'ozni ushlab. Uyalmanglar, tortib kelaveringlar. O'zingizlarning farzandinglar, qo'qon farzand bu jahon chempioni. Shu yoshda jahon chempioni hisoblanadi. Kelaveringlar. Bemalol. Keyin Dilshod aka demoqchi edim, lekin Abdulloh qulluq bo'lsa yangi ismingiz Abdulloh Mirzaxo'jayev. Sizga ham sovg'amiz bor ekan. Farg'ona viloyati vitse-prezidenti Hikmatullo akamning nomidan. Ozgina qo'llab-quvvatlab tursangiz, shunday berib olsak hozir.